Profilimizga kirib ko'rsanglar, bundan ham chiroyli ishlarimiz bor. Bemalol ishonch bildirib zakaz qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hammaga yaxshi kayfiyat. Xudo xolasa biz Qashqadaryo Kosonga keldik. 1 oy oldin o'lchab ketgan razmerimni tayyor qilib darvozani bitirib kelganmiz. Hozir shu joyga chiroyli o'rnatib beramiz. Shu bilan biz Jizzaxga qarab yo'l olamiz. Esinglarda bo'lsa, biz ishxonamizga borishgan Qashqadaryolik hamkasblar. Bular bilan ko'rishdik, mehmon bo'ldik, uylarda yotib qoldik. Aka, qandaysiz? Kayfiyat yaxshimi? Rahmat. Qashqadaryoga chiroyli darvozalarni olib kelamiz. Unchalik o'rganadiganlar bo'lsa, yana o'rganib olasizda. Ya bularning mahallalariga ham zakazim bor ekan, xudo xolasa. High-tech darvoza, skromniy fasonda, chiroyli holatda ishlangan qora joylarni qo'lda shu kraska bilan chiqarganmiz. Hozir egalariga o'rnatib topshiramiz. Polvon Captiva'miz respublikaning любой joyini kezadi. Haqiqatan Captivaga tan berish kerak. Uchinchi yukni bildirmaydi-da. 3000-4000 kilometr bitta reys chiqqanda yo'l bosib boradi propanda. Stena profillariga garantiya beramiz. Darvozachi o'zida yolg'on gap yoki srokdan o'tkazib yuborish bo'lmaydi. Aytilgan materialni aytilgan vaqtda gapga javob qilamiz. Xudo xolasa birorta darvozamiz srok o'tmaydi. Maksimalniy biz srokka olib kelishga harakat qilamiz. Chiroyli uy qurishgan ekan, yaxshi niyatda egalariga buyursa. Faqat yaxshilik xizmat qilsa, biz darvozamiz ham qo'yilgandan keyin xayrli bo'lsin. Bu uyda faqat barakot bo'lishini aytamiz. Hamma klientlarni rozi qilib kelmoqdamiz, xudo xolasa. Ramkalarni tiklab oldik. Hozir bolalar bilan birgalikda akkuratni darvozani olib, qanotdan joyiga ilamiz. To'liq ziligirovkalarni qilib qotirib tashlaymiz. Ehtiyot bo'lamiz, bir-biriga quloq solib, akkuratni olinglar. Mukrasfalt однотонный svetda bu joylarni biz glansiy holatda kraskadan chiqazganmiz. Hech qanaqa nerjivkalar yopishtirilmagan, keyinchalik ko'chib ketish xavfi bo'lmaydi. Qaranglar, darvozani orqa tomoni ham ideal holatda ishlangan. Joyiga hozir olib borib ilsak, ikkinchi qanotini qo'yamiz, shu bilan qotiramiz. Bitta qanotini osongina joyiga ilib qo'ydik, hozir ikkinchisiga ketdik. Kasbdoshlardan Xudo rozi bo'lsin, Qashqadaryoda biz poddeshka qilib birga ustanovka qilamiz deyishdi. Bularning uylaridan, sexlardan 15 kilometr masofadamiz hozir. Qashqadaryodan biz ishxonamizga borib, fikr almashib kelgan, uchinchi kasb sirlarini o'rganishgan bolalar hozir bizga poddeshka qilib yordam qilishyapti. Birga совместно ishlar qilamiz. Darvozaning ikkinchi qanotini hozir qo'yamiz. Darvoza juda chiroyli tushdi joyiga. Gap bo'lishi mumkin emas. Yasagan ustalar, bo'yagan ustalardan Xudo rozi bo'lsa, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum, yana bir bor yaxshimisizlar? Xayrli kun hammaga. Xudo xolasa biz Qashqadaryo Kosonga darvozani olib kelib o'rnatdik. Egalarga juda ham yoqdi. Xudo xolasa bular orqasidan ko'p ishlar bizga chiqadi deb o'ylaymiz. Aka o'zlari qabul qilib oldilar. Hamma joy shanelari moylangan, qalin materiallardan zamoklari ham ideal holatda ustanovka qilingan. Ochilib yopilishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Egalariga uzoq yillar xizmat qilsin. Hattoki mana shu lazer diskani orqa qismlari ham bo'yalgan. Pastki qismlarini biz ochiq qoldirganmiz. Suv, chang yoki nimadir narsalar o'rnab qolib darvozani chiritib olmasligi uchun. Yon tomonni ochiq qoldirganmiz, sababi bu joyda sokil qilib olib borishar ekan, figura chiqish uchun zapas joy tashalgan, razmeri o'zlari o'lchab berishgan. Darvozamiz juda chiroyli holatda matvi mukrasfalt rangda bo'yalgan, o'rtadagi qismlarini qora glansivida kraskada chiqazib berganmiz. Anchagacha modadan qolmaydigan skromniy variantdagi bu darvoza hozir zakazlarimiz bu variantga juda ham ko'p. Ko'pchilikka bir xilda yoqayotgan darvoza. Orqa tomondan agar obshivka qilingan tekis ko'rinishda bo'lar edi, 3 qavat bo'ladi unda. Faqat narxi, og'irligi ham oshib ketishini hisobiga buni ekonomik variantda qilingan, orqasi obshivka qilinmagan, lekin karkas qismlari ham juda chiroyli holatda bo'ladi. Ko'pchilik savol berishadi, orqasida obshivka qilinmasa qanday bo'ladi deyshadi. Mana shu videoda javob topish mumkin. Darvozamiz chet ramkalari 2x1, o'ngga 10 profil, ichki ramkalari 2x1, 6x4 sergeliniki. Darvozaning ochilib yopilishi yumshoq. Hech qanaqa nagruzkalar bo'lmaydi. Ochilganda, yopilganda chiroyli holatda mana shu joyda qoladi. Darvozani Xudo xolasa zakaz qilsanglar, ishni chiroyli bitirib beramiz, ishonch oqlab, cho'tki holatda metal bo'yicha hamma ishlarni bitirib beramiz. Odamlarni duolarini olib rozi qilib yurishlik nasib qilsin. Xizmatdamiz, e'tibor uchun rahmat.